Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hududlarda intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Bugungi kunda Jahon agrosanoat majmuasidagi asosiy tendensiyalar intensiv yondashuv va har bir qarich yerdan imkon qadar samarali foydalanish tamoyiliga asoslanadi. Bu avvalo qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab yil sayin oshayotgani, shu bilan birga iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayib borayotgani sug'oriladigan yer maydonlarini kengaytirish dasturlariga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgani bilan izohlanadi. Qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotining tayanch sohalaridan biri hisoblanadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra uning umumiy eksportdagi ulushi 6% dan oshdi. Ishlab chiqarish hajmi esa sezilarli darajada o'sdi. Agrar tarmoqning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida meva-sabzavotchilik alohida ahamiyatga ega. O'zbekistonda yetishtirilayotgan meva-sabzavotlar o'zining betakror ta'mi hamda ekologik tozaligi bilan tashqi bozorlarda yangi yo'nalishlarni egallashda davom etmoqda. Bu borada tashkil etilayotgan intensiv bog'lar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda yuqori natijalarga erishish omili sifatida namoyon bo'lyapti. Bunday bog'lar qisqa muddatda sarflangan investitsiyalarni qoplash va har bir gektar yerdan maksimal hosil olishga qaratilgan yuqori texnologiyali agroekotizim hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra intensiv bog'dorchilik an'anaviy usullardan tubdan farq qiladi. Bunda ko'chatlar zich joylashtiriladi, hududlar zamonaviy talablar asosida qayta loyihalashtiriladi va eng muhimi o'simliklarning o'sish jarayonlari to'liq nazorat qilinadi. Bu yondashuv ekspluatatsiya davrini sezilarli darajada qisqartiradi. Daraxtlar ekilganidan keyin 2 yoki 3-yildayoq hosil bera boshlaydi. To'liq loyihaviy hosildorlikka esa 4-5-yillarda chiqadi. Shuningdek, bunday bog'larda tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilishi natijasida har bir tomchi suv aniq maqsadli sarflanadi. Davlatimiz rahbarining bu soha rivojiga qaratayotgan alohida e'tibori orqali mazkur yo'nalishdagi ishlar ko'lami ortib, bog' va uzumzorlar yanada kengaymoqda. Birgina 2025-yilning o'zidayoq samarasiz foydalanilayotgan 44 ming gektar yer maydonida intensiv va sanoatlashgan bog'lar hamda uzumzorlar tashkil etildi. Bu esa 37 mingta yangi ish o'rni yaratish imkonini berdi. Mutaxassislar qayd etishicha, ushbu bog' va uzumzorlar 2027-yildan boshlab hosilga kiradi. Natijada meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmi 660 million dollarga yetishi kutilmoqda. Joriy yilning 9-fevral kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan yig'ilishda 2026-yilda 25,5 ming gektar bog'lar va 5 ming gektar uzumzor tashkil etish vazifasi belgilab berilgan edi. Shuningdek, joriy haftada o'tkazilgan yig'ilishda ham mamlakatimiz yetakchisi oziq-ovqat ta'minotini barqarorlashtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha navbatdagi rejalarni kun tartibiga qo'ydi. Bugungi yig'ilishda esa mazkur vazifalarni amalga oshirishning yangi qo'llab-quvvatlash mexanizmi ko'rib chiqiladi. Xo'sh, tarmoq rivoji uchun yana qanday choralar belgilanadi? Ularning mazmun mohiyati va davlatimiz rahbariga taqdimot qilinadigan takliflar haqida yig'ilish avvalida soha mutasaddilaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldik. Asosiy masalamiz Prezidentimiz 151-farmon bilan bizga topshiriq berganlar bog'larimizni sanoatlashtirish. Hozir 570 ming gektardan ortiq bog' tokzorlarimiz bor. Shularning 43 ming gektarini sanoatlashtirishni topshirgan edilar. Bugun 44 ming gektarni sanoatlashtirdik. Endi buni yangi bosqichga olib chiqish masalasi ko'rilyapti va osonlashtirish. Buni yangi mexanizmlar, uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi topshiriqlar bo'ladi. Yangi mexanizmlarni joriy qilyapmiz. Birinchi o'rinda aytishimiz kerakki, oxirgi yillarda keskin eksport hajmlarimizni oshirishga erishdik. Sababi mana shu sanoatlashgan bog'lar, yangi mahsulotlar, dunyo bozorini bizga Prezidentimiz tomonidan ochib berilishi, areallarimiz kengayib boryapti. 80 dan ortiq davlatlarga eksportlarni amalga oshiryapmiz. O'tgan yilning o'zida 3 milliard dollarlik oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilgan bo'lsak, bu yil 4,5 milliard dollarlik katta rejani belgilab berganlar hurmatli Prezidentimiz. Bu joyda har bir hududda eksportbop mahsulotlarni ekish bo'yicha rejalarimiz bor. Asosiy eksportbop mahsulotlarimiz mevada. Masalan, olxo'rida biz hozir dunyoda 2 yildan keyin 2-o'ringa ko'tarildik. Yoki gilosda mana 6-o'rindamiz. Demak, yana imkoniyatlar borki, biz o'zimizning mavqeyimizni dunyo bozorida, eksport bozorida yaxshilash va buning uchun albatta hozir tadbirkorlarimizga shart-sharoit yaratish kerak, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kerak, ko'chatchilikka juda ham katta e'tibor berish kerak. Bugungi yig'ilishda ko'chatchilik bo'yicha ham yangi yo'nalishlarni belgilab olamiz. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bugun hududlarda intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi.
Prezidentimiz meva sabzavotchilikni rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish va qishloq aholisini daromadli qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilib, yangi vazifalarni belgilab berdi. Yurtimizda 573 ming gektar bog' va tog'zorlar mavjud. Bular yiliga 1 milliard dollar eksportni ta'minlayapti. 882 ming aholini daromadli qilyapti. Bu birinchi qadamlarimiz. Eng ko'p bog' va tog'zorlar Samarqandda 100 ming gektarga yaqin. Farg'onada 67.6 ming, Namanganda 60.5 ming, Jizzaxda 54.2 ming gektar, Toshkent viloyati 53, Surxondaryo, Qashqadaryoda 50 ming gektarga yaqin bog' bor. Mana qancha resursimiz bor. Lekin intensiv bog' va tog'zorlar 86 ming gektar xolos. Oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 10 milliard dollarga olib chiqish uchun super intensiv bog'larni ko'paytirish kerak. Hokimlar haligacha 63 ming gektar eski va 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash bo'yicha ishlamayapti. Ular eskicha yondashuv bilan yuribdi. Misol uchun Pop tumanida 1200 gektar eski va yaroqsiz bog'lar mavjud. Ularda gektardan 5 tonna hosil olinyapti. Yillik daromad bor yo'g'i 10 million so'mga yetmaydi. Agar bunday bog'larga eksportbop navlarini eksa, tumanda quritish, qadoqlash bo'yicha agrologistika markazlarini ishga tushirsak, hosil va daromad 50 karra oshadi. Umuman eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim qilamiz. Jumladan, eskirgan bog'larni yangilash yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish vakolati agentlikka ham beriladi. 12 oy ichida sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydon uchun yer va suv solig'idan stavka 3 karraga oshiriladi. Bu holat yana 12 oy davom etsa, suv olish to'xtatiladi. Mahalla bankirlari aholiga 50 donagacha ko'chat yoki 2 million so'mgacha qarz berib eski bog'larni yangilashga ko'maklashadi. Banklar dehqonlarga eskirgan bog'larni yangilash uchun 150 million so'mgacha kredit ajratadi. Shuningdek, yig'ilish davomida yer va suv resurslari cheklangan hozirgi sharoitda sohadagi o'sishni faqat maydonlarni kengaytirish hisobidan emas, balki har bir gektardan olinadigan hosildorlik va daromadni oshirish orqali ta'minlash zarurligi ta'kidlandi. O'zbekiston 2030-yilga qadar oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 10 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Bunda intensiv sanoatlashgan bog'dorchilikni kengaytirish muhim omil bo'ladi. Yig'ilishda davlatimiz rahbariga meva sabzavot mahsulotlarining eksportdagi ulushi taqdimot qilindi. Qayd etilganidek, sohaga davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlov natijasida salmoqli yutuqlarga erishilmoqda. Jumladan, O'zbekiston olxo'ri eksporti bo'yicha jahonda 2-o'rinni egallab, tashqi bozorlarga 43,5 ming tonna mahsulot yetkazib berdi. Bu jahon eksport hajmining 21% ni tashkil etdi. Vaholanki, yaqingacha quritilgan olxo'ri eksportimiz hajmi zo'rg'a 1000 tonnaga yetardi. Shuningdek, o'rik eksporti bo'yicha ham yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi. Eksport hajmi 61 ming tonnaga yetdi va prezidentimiz yerdan samarali foydalanish ustidan nazoratni raqamlashtirish zarurligini ta'kidladi. Eskirgan va yangi sanoatlashgan bog'lar holatini kosmik tasvirlar orqali monitoring qilish bo'yicha axborot tizimini ishga tushirish topshirildi. Ta'kidlanganidek, 2026-2028 yillarda 168 ming gektar sanoatlashgan bog' va tokzorlar tashkil etish rejalashtirilgan. Buning hisobiga 2 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, 258 mingta yangi ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Bunday loyihalarni moliyalashtirish va amaliy qo'llab-quvvatlash uchun 9 ta tijorat banki hududlarga biriktiriladi. Ular sanoatlashgan bog'larni tadbirkorlarga tayyor holda topshirish bilan birga 2 yil davomida agrotexnik, moliyaviy va tashkiliy jihatdan kuzatib boradi. Bunday loyihalarga banklar tomonidan har bir gektar uchun 120 million so'mgacha kredit ajratiladi. Kredit vaqtida qaytarilsa, foiz stavkasining yarmi kompensatsiya qilinadi. Shuningdek, sanoatlashgan bog'larning parvarishlash xarajatlari uchun 3 yil davomida har gektarga 5 million so'mdan subsidiya beriladi. Suv tejovchi texnologiyalar, mevali ko'chat va qishloq xo'jaligi texnikasini xarid qilish uchun tadbirkorlar islom moliyasi xizmatlaridan foydalanishi mumkin bo'ladi. Davlatimiz rahbari yig'ilishda so'zga chiqqan tadbirkorlarning fikr-mulohazalarini tingladi. Ularning yetishtirilgan yoki import qilingan mevali ko'chatlar va payvanddaglar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini 0 stavkada qo'llash, suv tejovchi texnologiyalar o'rnatilgan sanoatlashgan bog'larda quduqlardan olinadigan suv uchun soliqni 5 yil muddatga 1 so'm etib belgilash haqidagi takliflarni ma'qulladi. Mutasaddilarga eski va samarasiz bog'larni yangilash, sanoatlashgan bog'lar bo'yicha aniq loyihalarni shakllantirish, banklar, hokimliklar va tadbirkorlar hamkorligini tizimli yo'lga qo'yish, har bir hududda eksportbop navlar, agrologistika va qayta ishlash quvvatlarini rivojlantirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Yig'ilishda soha mutasaddilari, viloyat, tuman
va shahar hokimlari, tadbirkorlar so'zga chiqib, mazkur vazifalarni amalga oshirish mexanizmlari bo'yicha hisobot berdilar. Eng katta muammoyimiz muhtaram prezident bu 60 ming gektar bog'imiz yaroqsiz respublika bo'ylab. 2024-yilda 151 sonli farmonni qabul qilib bergansiz. U yerda tadbirkorlarimizga juda katta imkoniyatlar berilgan, jumladan chetdan olib kelinadigan ko'chatlarni bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilib bergansiz. Bog'ga ishlatiladigan barcha texnikalar bojxona bojidan qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilib bergansiz. Eng asosiysi muhtaram prezident subsidiyalarni 2,5 karraga oshirib bergansiz. Shu farmon bilan 6 million gektariga tomchilatib sug'orish tizimiga subsidiya olgan bo'lsa, qarordan keyin gektariga 16 milliondan, ya'ni teng 50% miqdorda subsidiya beryapti davlat. Hamma byurokratiyadan voz kechilgan. Mana hozir to'lovlar agentligi bilan ishlayapmiz. Hech qaysi davlatda ko'chat $2 subsidiya qilinmaydi. Birinchi marta O'zbekistonda shu qaroringiz bilan bitta dona ko'chatga 25 ming so'm, ya'ni u ham 50%ni ko'chatni tashkil qiladi muhtaram prezident. Reja qilgan edik 43 ming gektar, 44.200 gektar maydonda agentlikni TOS asosida bog'lar yaratildi. Aniq daromad olsa bo'lishini tadbirkorlar o'zi ko'rib, ishonch hosil qildi. Hozirda bog' yaratmoqchi bo'lgan tadbirkorlar juda ko'p. Muhtaram prezident keyingi yilga 168 ming gektar maydonda bog'ni rejasini olyapmiz. Bu bog'lar eski tokzorlar o'rnida 78.900 gektarda bajariladi. O'zi yaroqsiz bog'larimiz 50 ming gektar, lekin kam hosilli bog'larimizni ham qo'shib 78.900 ming gektar maydonni o'zimizga reja qilib oldik muhtaram prezident. O'zlashtiriladigan yer maydonlarida 40 ming gektar bo'ladi. Kam hosilli paxta, g'alla maydonlarimiz bor. Ularni ham birdaniga emas muhtaram prezident, 49 ming gektar maydonda bog'lar barpo qilish bo'yicha aniq reja olganmiz. Hurmatli prezident, men 50 yildan buyon bog'dorchilik sohasida ishlayman. Mana bugungi siz yaratib berayotgan sharoitlarni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bog'bonni chiqargan suvga pul bersangiz, shpalleriga pul bersangiz, trubasiga pul bersangiz, ko'chatiga pul bersangiz, hattoki keyingi 3 yilda parvarish qiladigan pulini ham bersangiz, endi yana ham bog'bon ishlamasa, Xudoyam kechirmaydi uni. Sababi siz yaratib berayotgan sharoitlardan unumli foydalangan bog'bon hech qachon hech narsaga zor bo'lmaydi. Asaka tumanida viloyat hokimligi agrosanoat agentligi bilan hamkorlikda 700 metr dengiz sathidan balandlikda 4 kilometr maydondan 180 metr joyga suv olib chiqib 13 ming kuba suv sig'adigan hovuz tayyorlab 190 gektar joyda tokzorlar barpo etdik. Dunyo bozorida alohida ahamiyatga ega bo'lgan Avatar nomli navini ekdik. Avatar uzumini iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilib chiqdik. 1 gektar maydondan ho'l holda sotsa 150 milliondan 200 million so'mgacha. Agar quritib sotsak 500 million so'mgacha daromad olishimiz mumkin. Chunki bu uzumni tarkibida mayizga oladigan paytimizda 34% gacha, eksport qiladigan paytimizda 20% gacha shakar miqdori bo'ladi. Uzum 16 gradus sovuqqa chidaydi. Shuning bilan birga O'zbekiston sharoitida o'sib yaxshi hosil beradi, bu tajribalarda isbotlandi. Shu tumandagi Andijondagi kam ta'minlangan oilalarga 1 gektardan bo'lib berish hisobiga ularni 2 yilda kambag'allikdan chiqarish va daromadga olib kirishni rejalashtirib oldik. Siz doim aytasiz, qishloq xo'jaligini, umuman hamma sohani ilm bilan, bilim bilan bog'lab olib boringlar deb. Hurmatli Shavkat Miromonovich, qaror loyihasini tanishib chiqib, yana men bir narsaga quvondimki, adolat tarozisi ham qo'yilgan. Sabab, qilmayotgan odam nimaga o'tira olishi kerak? Ishlayotganlarga xalaqit bermasin. Butun andijonlik bog'bonlar, Andijon xalqi nomidan sizni qilayotgan, yaratib berayotgan sharoitingizga, iqtisodiy ko'magingizga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli prezident, chorva fermer va paxta g'alla fermerlarimiz bu farmoningizdan juda xursand. Hurmatli prezident, o'tgan selektorlarda bergan topshiriqlaringiz ijrosi yuzasidan biz 85 ta fermer xo'jaligimizni qatlovdan o'tkazib chiqdik. 1200 ga yaqin maydoni mavjud. Siz to'g'ri aytgan ekansiz, hurmatli prezident, 580 gektardan oshiqroq bizda ham o'sha mahalliy bog'larimiz mavjud ekan. Hurmatli prezident, bu bog'larni hammasini yangilash bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari 512 gektar Ispaniya, Italiya,
Turkiya davlatlaridan in vitro usulda olib kelingan o'sha ko'chatlarimiz mavjud. Termiz tumanida siz bergan topshiriqlarga asosan agentlik tomonidan umuman foydalanmasdan turgan 168 gektar yer maydoniga hozirda bog' tashkil etilgan. Bu yilning o'zida bog'imiz hosilga kirdi. 1 kilo o'rikni o'rtacha narxini 100 mingdan sotib, cho'l hududlarimizda o'sha qum oralig'ida bu bog'larning orasiga qovun tarvuzlar ekilib, tadbirkorimiz tomonidan tarvuz qovunlarimiz ham mahalliy bozorlarimizga chiqariladi. Hurmatli Prezident hozirgi bergan topshiriqlaringiz yuzasidan Quva Agrostart bilan ishlab, Termiz tumanida 2000 gektar bog'ni barpo etamiz, hurmatli Prezident. Ishoninglar qilsa bo'ladi. Termizda juda katta imkoniyat bor. Ishsizlikdan xoli hudud, kambag'allikdan xoli hudud yaratish bo'yicha yerimiz bor, suvimiz yetarli. Kattaroq reja qilib, Termiz tajribasini inobatga olib qilamiz biz. Albatta, meva sabzavotchilikni rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan yangi vazifalarning ijrosi aholining daromadi va farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bog'dorchilik sohasidagi yangi qadamlarni belgilab olish bo'yicha, ya'ni sanoatlashgan, intensivlashgan, super intensivlashgan bog'larni yaratish bo'yicha topshiriqlarni oldik. Qariyb bizda mana 80 ming gektar hozir intensiv bog'larimiz bo'lsa, shu 60 ming gektar yaroqsiz bog'larimiz bor. Shu yaroqsiz bog'larimizni bugunni o'zidayoq harakatiga tushishimiz kerak, ya'ni shularni super intensiv holatga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdilar. Har bir hokimiyatga, hokimlik vakillariga bizni agrosanoatni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda shu ishlarni tashkil qilish bo'yicha rejani tasdiqlab olish 10 kun muddat berdilar. Juda ham katta imkoniyat bu. Har bir hududda kambag'allikni qisqartirish, qo'shimcha daromad qilish nuqtai nazaridan, sababi meva sabzavot eksportini mana prezidentimiz 10 milliard dollarlik marrani bugun qo'yib berdilar. Katta topshiriq sifatidagi va buni bajarish uchun nima qilish kerak? Super intensiv bog'lar yaratish kerak. Super intensiv bog'lar albatta o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Birinchi o'rinda ko'chat. Mana ko'chatni yaratishni o'zimizni mahalliylashtirish bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Qolaversa, marralarni belgilab berar ekanlar. 2028-yilgacha 168 ming gektar yerni mana shunday intensiv bog' yaratish. Qolaversa, yangi bir mexanizm sifatida mana shu o'zlashtirilgan yerlarda suv chiqarish nuqtai nazaridan suv soliqlarini bir so'mga tushirib berishlari, bu yangi katta mexanizm bo'ldi. Ilm bilan yondashish bo'yicha har doim prezidentimiz aytadilar, ko'chat xalligi juda ham muhim rol o'ynaydi. Biz 5 ga 6 qilib ekamiz ko'p ko'chatlarimiz. 1 gektariga 930-950 ta ko'chat sig'adi. Lekin dunyoni solishtiradigan bo'lsangiz, masalan, bodomlarni Kaliforniyadagi bodomzorlarida bular 1 gektarga 3300 ta ko'chat sig'adi. Bizda 900 ta ko'chat desak, bular 3300 ta ko'chat va shuni hisobiga hosildorlik 10 karra ko'p. Biz 800 kilogramm hosil olamiz bodomlardan. Ular 8 tonna oladi. Shu nuqtai nazaridan super intensiv deganlari mana shunday ko'chat sxemalarini o'zgartirish va buning uchun katta qaror bilan mana bugun topshiriq berdilarki, Agrosanoat rivojlantirish agentligiga vakolat berilyaptiki, bularni iqtisodiy asosnomasini qilib berish va shu iqtisodiy asosnoma asosida bog'i yaratish majburiyati yuklanyapti. Aytishimiz kerakki, mana shu haftaning o'zida qabul qilingan qarorlarimiz oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha bu revolyusion qadamlar. Bu albatta juda ham katta topshiriq. 168 ming gektar yer bog' qilish bu hazilakam gap emas. Bu katta mablag'ni talab qiladi, lekin mahalliy hokimiyatlar bilan biz aniq yechimlarni taklif qilamiz. Taqdimotda aniq vazifalarni davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berildi. 2026-28-yillarda jami 168 ming gektar sanoatlashgan intensiv bog' yaratilishi belgilab berildi. 4 ta mezon aniq belgilab beriladi. Ya'ni tomchilatib sug'orish tizimi loyihasi bo'ladi bu yerda. Ekilish sxemasi, ko'chat navi, turi hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Tadbirkor o'sha talablarni bajarsa, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash subsidiyalar ajratilishi belgilab qo'yilgan. Samarasiz 78 ming gektar bog'larimiz o'rnida bog' yaratilishi aniq topshirig'ini oldik. Bu bog'larda agar tadbirkorlik subyektlari, fermerlarimiz tomonidan bajarilmaydigan bo'lsa, qo'shimcha ta'sir choralari qo'llaniladi. Ya'ni 12 oyda bog' yaratmagan fermer xo'jaliklarida yer va suv solig'i 3 karraga oshiriladi. 24 oyda bajarmasa esa umuman suv ta'minoti o'sha samarasiz bog'larimizga nisbatan to'xtatiladi. Endi fermerlar arzon kredit resurslari ajratiladi. 7 yilga 3 yil
imtiyozli davr bilan 120 million so'mgacha 1 gektariga mol mulkini 50% qiymatda qo'yadi. Yer uchastkasini ijara huquqi 20% va qolgan qismiga sug'urta polisidan foydalanish imkoni yaratildi. Undan tashqari yer o'zlashtirish uchun yana kredit mablag'lari ajratiladi. Yillik stavkasi 14% da 10 yilgacha ham kredit liniyalari ochib berildi. Undan tashqari eng tadbirkorlarimiz kutgan, tadbirkorlarimizni qiynagan masala davlatimiz rahbari tomonidan endi islomiy moliya operatsiyalari asosida pul ajratilishini ham belgilab berdilar. Bular suv tejovchi texnologiyalar uchun, mevali ko'chat va qishloq xo'jaligi texnikalari uchun ajratiladi. Unda muddati 7 yilgacha. Va yana bitta eng katta imtiyozlardan biri endilikda sanoatlashgan bog' tashkil qilgan va unda tomchilatib sug'orishni joriy qilgan fermerlarimizga quduq suvidan foydalanish uchun 5 yil davomida suv solig'ini 1 so'm qilib belgilab berdilar. Bu juda katta imkoniyat.